Demak, vaqtinchalik dunyoga keldikmi? Soxta, arzimas, yolg'onchi, gunohlarga botib ketgan dunyoga keldikmi? Nima qilamiz bu yerda obod qilib? Foydasi yo'q bu yerda obod qilishlik bilan. Ostanovkada tushmoqchi bo'layotgan inson avtobusda ketyapti. Mana shu avtobusga chiqqan inson bekatga kelib qolsa, Bo'ston dahasidagi bekatga kelib qolsa, ostanovkaga kelsa, ostanovkaga to'xtab qo'ying desa, ostanovkaga borgandan keyin tushasiz bekatga. Tushgandan keyin mana shu yerga bitta konditsioner qo'yaman, o'sha tarafga bitta televizor qo'yaman, mana shu yerda akfa bilan o'rab olaman, bitta travertin qilib turib ichkarilarni aboy qilib olaman demaymiz hech qaysi birimiz. Birinchidan bekat bir davlatniki, bir bizniki emas. Ikkinchidan ketamiz baribir. O'zimizni yo'nalishdagi avtobusimiz kelib qolsa chiqamiz, yana dalishga ketaveramiz boshqa yerga. Dunyo ham shunaqa joy. Keldingiz, rasa bo'lsa bir necha yillar yashab qo'yasiz, bo'ldi ketasiz.